musulmonlar va masihiylar bir xudoga sajda qiladilarmi? Agar shunday bo'lsa, nega unda islom va masihiylikdagi xudo haqidagi tushuncha farq qiladi? Keling, hurmat bilan Qur'on va muqaddas kitobga murojaat qilib, Xudoning fazilatlarini, o'xshashliklari va farqlarini ko'rib chiqamiz. Birinchi, Xudoning umumiy fazilatlari. Ham muqaddas kitobda, ham Qur'onda ham Xudoning quyidagicha tasvirlanadi. Butun mavjudotning yagona yaratuvchisi, qudratli, u uchun imkonsiz narsaning o'zi yo'q. Hamma narsani biluvchi, oshkora va yashirin sirlarning barchasi unga ayon. Mehribon va kechiruvchi, har bir inson qilgan ishiga yarasha hukm chiqaruvchi hakim. Muqaddas, gunoh va yaratilishdagi nuqsonlardan mutlaqo ajralgan. Muqaddas kitobda shunday deyilgan: Xudo sevgidir va u barcha yo'llarda adolatlidir. Qur'onda ham ta'kidlanadi: Alloh mehribon, rahimli, qiyomat kunining egasi. Bu yerda umumiy asos ko'rinadi. Xudo yaratishning bir qismi emas, u hamma narsadan ustundir. Xudoni tushunishdagi asosiy farqlar. Ammo keyin Xudoni inson bilan qanday munosabat qilishi haqidagi muhim farqlar boshlanadi. Birinchi, Xudoni shaxsiy bilish. Muqaddas kitobda Xudo nafaqat yaratuvchi, balki inson bilan shaxsiy munosabat izlaydigan zot sifatida ochiladi. Xudoga yaqinlashinglar, shunda u sizlarga yaqinlashadi. Islomiy an'anada esa Xudo mutlaq ulug' va oliy zot sifatida ta'kidlanadi. U bilim jihatdan yaqin, ammo ota sifatida shaxsiy munosabatga kiruvchi zot sifatida tasvirlanmaydi. Ikkinchidan, kechirim va Xudoga yo'l. Muqaddas kitobda kechirim Xudoning sevgi bilan qilgan tashabbusi bilan bog'liq. Xudo o'zi qurbonlik va yarashuv orqali yo'l ochadi. Islomda esa ko'proq quyidagilarga urg'u beriladi: insonning tavbasi, amallari va Allohning ularga javoban ko'rsatadigan rahmati. Uchinchidan, Xudo ota sifatida muqaddas kitobdagi markaziy vahiylardan biri Xudo ota ekanligidir. Bu yaqin va shaxsiy munosabatlarni bildiradi. Qur'onda esa Xudoga nisbatan ota iborasi qo'llanmaydi. Bu Xudoning mutlaq yagonaligi va unga o'xshatishlar qilish mumkin emasligini ta'kidlaydi. Asosiy falsafiy savol: agar Xudo butun borliqning yaratuvchisi bo'lsa va inson uni tanishni istasa, nega unda uning tabiati haqidagi tushunchalar bunchalik farq qiladi? Balki Xudo faqat o'zi haqida ma'lumot berishni emas, inson uni haqiqatda ham shaxsiy ravishda tanishni istar. Yakuniy: agar Xudo haqiqatda mavjud bo'lsa va butun insoniyat uchun yagona bo'lsa, unda eng to'g'ri qadam dinlar haqida tortish emas, balki unga to'g'ridan to'g'ri murojaat qilishdir. Unga samimiy ayting: Xudo, agar sen mavjud bo'lsang, menga o'zing haqingdagi haqiqatni ochib ber. Boshqalarning fikri orqali emas, shaxsan men seni tanishni va chinakam seni ortingdan yurishni istayman. Chunki masala faqat Xudo haqida bilim olish emas, balki siz uni shaxsan taniysizmi? Ana shunda. Agar siz Xudo haqida shunchaki bilishni emas, balki unga haqiqatdan yaqinlashishni istasangiz, kanalga obuna bo'ling. Bu joy sizni unga yetaklaydigan javoblarni topadigan maskanga aylansin. Obuna bo'ling.